Samarqandlik akalarimiz endi qishda ham beton quyishyapti. Aka, bu muzlab qolmaydimi betonlaringiz? Betonimiz muzlamaydi. Antimarozlarimiz bor. O'zimiz yetarli darajada qo'shamiz. Betonni sifatiga, muzlamasligiga unga o'zimiz javob beramiz. Hozir qarang, mana shu holatda suvlar muzlaganda, bu qanday betonlaringiz muzlab qolib, erta yorilib ketish. Yo'q, unaqa narsaga o'zimiz javob beramiz. Mana shunday katta obyektlarni necha kunlarda tugatib berasizlar? Deyta bir 40 kub, 50 kub bo'ladigan bo'lsa aka 2 kun, 3 kun. Bir kunda aka obyektgacha quramiz. Obyektdan keyinga quyamiz. Deyta 90 metr, 95 metrda bugun quyib, mana o'zi obyektdan keyinga o'zi bo'layapmiz-da. Instagramdan ko'rib chiqsa aka, 1 kub beton narxini qanchaga berasiz? Instagramdan ko'rib chiqsa aka 230 ming so'mdan aka qilib beramiz aka. Buni ichiga nimalar kiradi? Buni ichiga bizda ustalar kiradi, apolovka, mikser, bizning xizmatlarimiz kiradi. Uyni egasidan bizga beradigan tosh, sement kubini 230 ming so'mdan qilib berar ekan. Qilib beramiz. Endi bemalol qishda ham beton quyishlaringiz mumkin. Stajga bo'ladimi, beton bo'ladimi, 2-3 kunda bitirib ketishadi.